Endi kelekşiyimiz vatandaş. Bugünkü istağış 2022 yıl 10. ayının 13. günü. Endiki mavzumunda vatandaşlar. Beijing'de Xi Jinping'e karşı Xi Jinping'e karşı duruş harekete başlandı. Müstebit devlet oğrusu Xi Jinping'ni taxtdan tushirishga murojaat qilindi. Mavzuda xabar 10 ayning 13 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington haftaning 4 kuni, ya'ni 10 ayning 13 kuni Jungo poytaxti Beijing'da sekreter Xi Jinping'ning siyosatlariga qarshi turib namoyish yuz berdi. Namoyish Jungo va xalqaro jamiyat keng ko'lamda diqqat qo'zg'adi. Amerika ismli televiziya CNN haftaning 4 kuni xabar qilib, bunday ko'rsatdi. Amerika ijtimoiy uchur vositalari bo'lgan Twitter'da suratla oshkorildi-ki, Beijing'ning sharq-shimoliy qismida, ya'ni Xandeng rayonida kishilar oq taglik, qizil xatlik, cho'ng lozunka, plakat chaplab Xi Jinping va Xi Jinping yo'lga qo'ygan siyosatga qarshi turdi. Bir necha lozunkaga mundaq ezildi: ish tashlaymiz, o'qish tashlaymiz, davlat o'g'risi Xi Jinpingni sahnadan tushiramiz. Biroz tekshirishga qarshi turamiz, qamal qilishga qarshi turamiz, biroz tekshirishga qarshi turamiz. Erkinlik kerak, saxtpazlik kerak emas, qadr-qimmat kerak, madaniyat inqilobi kerak emas, islohot kerak, bizga doyi kerak emas, saylam bileti kerak. Qul bo'lmaymiz, grajdan bo'lamiz. Nurg'un kishilar bu plakat lozunkalarni ko'rib o'tadi. Saqchilar ko'rik ostida va ko'rik ustida o'yinlab yuradi. Charlash elib berib o'tadi. Ya'ni bu atrofda ko'rikning orqa tarafida, yoki o'ng yuzi, keyin yuzi degandek orqa tarafida istutak paydo bo'ldi. Buni nima ekanligini torbetlardan bir nima deydi, rasmda suratda ko'rsatdi. Endi biz buni hozir Jungo jamiyatida mushu ishda mushu shaklda namoyish bo'ladi deb to'liq umidvor bo'lib ketmaymiz vatandoshim. Chunki biz Xitoyni to'liq bilamiz vatandosh. Xitoy millatini obdan bilamiz. Namoyish bo'ladi deb ketmaymiz, lekin bu namoyishning qo'zg'alishidek yoki namoyishga chaqiriq qilgandek, yoki Beijing shahrini uyg'otishga chaqiriq qilgandek, lozunkaning choplanishi, shuarlarning ham tartib va qoidalik o'tirib qo'yilishi, plakatlarning shu ravish tashkillanishi yoki choplanishi 20 qurultayning ichki qismidagi ziddiyatlardan bishorat berib o'tamdi yoki bu ziddiyatlarning hal qilinishidan bishorat berib o'tamdi. Masalan, shundoq bir agar mustabid davlatda 4-5 odamning o'tirib chiqib plakat choplamaga namoyish qilmoq bu yomon qiyin gap vatandosh. Qiyin gap, butun mamlakatni asos jihatdan turmaga aylantirib bo'ldi. Eng ag'iri Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni mustamlik Uyg'uriston ondan Tibet tunigan dedik. Tibetda 5 odam o'zini o'ldirib oldi. Endi yana boshqa joylar qayerlar bu konkret emas. Shanxay ko'pga tilg'alinyotdi. Beijing albatta tilg'alinyotdi. Bu yerlarni hammasi qamal qilib bo'ldi. Odamlar, fuqarolar uydan chiqmasi kerak. Mel ular tamoq yetkazib bermasin. Endi bu Beijing Shanxay odamlari hozir Shanxayni 3-qatimli qamal qilish bo'lib hisoblandi vatandosh. Qamal qilish odatda Shanxayda hech qanday bir qarshilik o'tirg'i chiqmadi. Bugun Beijing'da birinchi bo'lib plakat lozunka choplandi degan gap.
Endi hozirgacha mayli Rember keyni yeni bo'lsin, mayli oldiga ilgirilsin, birda deydi, biz virusni qamal qilishni tashlaymiz, tugatamiz deydi. Birda deydi, virusni qamal qilish 2 yil davomlashadi deydi. Hozir Remberning maydonimi shu Lengertaqning o'ziga o'xshapla qoldi vatandosh. Bunda turoqsizlik nima ko'rsatib turdi desa, vaziyat turoqsizlik. Vaziyat nima turoqsiz bo'ldi desa, vatandoshim, masalan sen so'zlaydiganni so'zlab bo'lding, sen qiladiganni qilib bo'lding. Masalan sen nazariyalaringni tashlab bo'lding, sen amaliyatingni hammasini ishlab bo'lding, o'tirg'i chiqarib bo'lding. Hech qanday natija yo'q. Mesela şunda taraqqiy qilib, yanchiqimiz 2 dollar ko'ribdi, 2 dollar, 3 dollar ko'ribdi. Bunimi bugun paymal qil, tam tal to'kis yo'qotdim, to'gidi deganga. Hozir uyda och qilayotgan, tashqarida och qilayotgan, bu narsa yetishmagan Jungo jamiyati mushtaqa nima qilarni bilmay besha qaygan bir holatga keldi vatandoshim. Mushundaq ahvol ostida demak hozir pulga qaraydigan yillar yozgan maqolasi nima dedi desa bu tuyuqsizlik his qildik dedi. Chunki qurultay boshlandi, davosi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarlik siyosatini e'lon qildi. Bu yerda yana qanday cho'ng ish bor? Bugungi pulga qaraydigan yillar shunday savol qo'ydi. Endi Xi Jinping rais bo'lib yoki sekretar bo'lib saylanmamdi. Johnsonga izchil o'zining gapida ching turib kelyotdi. O'zgarmaydi. Endi bu o'yin oxirlashidi. Bu saylam oxirlashidi. Bu qatam xizmatidan istifa berdi yoki asla orqasiga chiqirdi degan so'zni to'xtamay so'zlab kelyotdi. Anda arliqda 7-navbatlik umumiy yig'in ochilganda dedikmi, lekin changdan rais Xi Jinping elishibdi deb, lekin yig'in maydonini yani saqchilar kontrol qilgan gap. Bu xatarli vatandosh. Bir partiyaning 7-navbatlik umumiy yig'iniga saqchilar chesni kiyingan saqchilarni boshlab kirish degan gap. Endi bu har qanday ahvolda, har qanday tushundingizmi? Bu xatarli vatandosh. Ish sada qayerdan qayergacha.